Orzuyingizdagi xonadon yangi kvartirangizga shu yilning o'zida ko'chib kirmoqchimisiz? Aksariyat novostroykalarda bitta muammo bor. Siz pul to'lov qilasiz, lekin uyni bitishini 3 yildan 4 yilgacha kutishingiz mumkin. Hatto kadastr chiqishi aniq bo'lmaydi. Lekin Art House aynan shu yilning o'zida kvartiraga ega bo'lmoqchilar uchun zo'r taklif beradi. Bu taklif shundan iboratki, men o'zim uy xarid qilgan Obod maskan loyihasining 16, 17 va 18 bloklari uchun sotuv ochildi. Agar siz shu bloklardan uy xarid qilsangiz, shu yilning dekabr oyida ko'chib kirishingiz mumkin. Obod maskan loyihasining joylashgan lokatsiyasi Ko'kcha Oqtepa bo'lib, Qaymoq bozorining ro'parasida joylashgan. Har bitta blogimiz umumiy 16 etajdan iborat. O'zini parkovkasi va barcha qulayliklarga ega. Hurmatli mijoz, to'lov shartlarini tushuntirib o'taman. Boshlang'ich summada $10,000 to'laysiz, qolgan summani esa 10 oy davomida bo'lib to'lashingiz mumkin. Chunki 10 oyda kalitni qo'lingizga olasiz. Ushbu loyihamiz haqida qiziqish bildirsangiz, hoziroq shu raqamlarga murojaat qiling. Operator qizlarimiz sizga to'liq ma'lumotni jo'natishadi. 2026-yilda yangi xonadonga ko'chib o'tish har bir kuzatuvchimga nasib qilsin.